Dorilardan kechki reaksiya kelib chiqishi haqida bugun gaplashamiz. Odamlar bilmaydi, dori darmonlarni iste'mol qilib, ichib, davolanaman deb o'ylaydi. Shunday dorilar borki, kechki reaksiya beradi. Ayniqsa kapelnitsalar. Birinchi, ikkinchi kun olasiz, zarar ko'rsatmaydi. Uni ta'sir foydasini ham unchalik bilmaysiz. Uchinchi kun reaksiya berib, o'limga sabab bo'lishi mumkin. Buni meditsinada hech kim hech qachon aytmaydi, tibbiyotda va odamlar bilmagani uchun bildirishni o'zimga lozim deb bildim. Shu uchun ehtiyot bo'lish kerak. Osma kapelnitsalarni olish paytida kechki reaksiyalarga duchor bo'lib vafot etmaslik uchun. Xuddi shunday tabletkalarda ham bo'ladi. Boshida ichasiz, holatingiz yaxshi yoki unchalik yomonlikni sezmaysiz. Keyin kechki reaksiya degan narsa bilan u yomon ta'sir kuchini o'zini ko'rsata olishi mumkin. Bu zaharlanish deydi. Bu videoni dori darmonlar bilan davolanishni yaxshi ko'radiganlar yaqinlaringizga tashlab qo'ying.